Assalomu alaykum, hurmatli fraksiyadoshlar. Mana bugun kun tartibimizda 10 ga yaqin qonun loyihalarini ko'rib chiqishimiz kerak. Birinchi va ikkinchi o'qishlarda. Turizm rivojlanyapti. Mamlakatimizda qayerga keldi, nima maqsadda keldi va qayerda turibdi degan masalani aniqlash uchun statistikasi yuritilishi kerak. Yagona tizim bor, yem-mehmon degan tizim ishga tushgan bugungi kunda. Hammaga hurmatimiz bor, turistlarga hurmatimiz bor. Hammani hurmat qilamiz. Lekin bizni qonunlarni hurmat qilmagan odamlarni hurmat qilmaymiz. Ularga nisbatan choralarni keskinlashtirish kerak. Bitta uyiga kreditga olgan o'zini propiskaga qo'yolmayapti, bittasida ijaraga bergan. Ijarachini ham ro'yxatga qo'yolmayapti. Juda ko'p odam masalan aynan shu muammolar bo'lganligi uchun ro'yxatdan o'tmaslikka afzal ko'radi. O'z uyi buzilishga tushibdi. Lekin u yerda deydi, men tanimaydigan, men bilmaydigan boshqa tumanda yashaydigan odam bor deydi. Ipoteka asosida uy-joy sotib olgan fuqarolarning huquqlari yanada ishonchli himoya qilinadi. Huquqni qo'llash amaliyoti turlicha yondashuvlarga barham beriladi. Erkin harakatlanish hamda yashash va turgan joyni erkin tanlash huquqini amaliy kafolatlari yanada mustahkamlanadi. Bu buziladigan mahallalarga ko'pincha ro'yxatga qo'yish to'xtatib qo'yiladi. Bu masalada shu ham yechilyaptimi yoki faqat bank tomonidan garovga olinganligi uchun taqiqqa qo'yilgan uy-joylar nazarda tutilyaptimi? Buziladigan joylarga bu masala tatbiq etilmaydi. Fuqarolardan juda ko'p murojaatlar bo'ldi. Vaqtincha yashab turgan manzildagi maktablarga bolalarni joylay olmayapmiz. Ota-ona agar bitta joyda ro'yxatdan turgan bo'lsa, vaqtincha turibdimi, muntazam turibdimi yoki doimiy turibdimi, u qiziqtirmaslik kerak maktabni. Shu yerda ro'yxatda turibdimi? Tamom assalom. Bolasi demak shu maktabga boradi. Giyohvandlik va narko jinoyatlarining barvaqt oldini olish, internet tarmog'ida narkotiklar tarqalishiga qarshi kurashish har bir davlat organi zimmasidagi mas'uliyat sifatida o'rnatilmoqda. Asosiy urg'u nima uchun berilyapti? Bu giyohvand vositani yoshlar o'rtasida tarqatmaslik asosiy urg'u. Oilada 25 yil mana shu iste'mol qilib kelgan fuqaro ayolni muntazam kaltaklab kelgan. Buni baribir yechimi tarbiya, yana tarbiya. O'ziga o'zi inson zarar berishi yomon narsa ekanligini bolani kichkinaligidan tarbiya qilsanglar, o'sha boyagi narkotikasiga ham kelganda o'zini to'xtatadi, aroqqa kelsa ham o'zini to'xtatadi, sigaretga kelsa ham o'zini to'xtatadi, energetikka kelsa ham o'zini to'xtatadi-da.